Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 6-sinfda o'zbek tili 7-dars. Dars mavzusi Navro'z udumlari. Bu darsimizda Navro'z udumlari haqidagi tushunchalarimizni kengaytirib, mustahkamlab boramiz. Son so'z turkumi haqidagi bilimlarimizni kengaytirib boramiz. Bu muhim. Xalqimiz o'zligini tanibdiki, yangi yilni bahoriy tengkunlikdan boshlashga, quyosh hamal burjiga kiradigan kunni bayram qilishga odatlangan. Bu shodiyona xalqimiz hayotiga shu qadar singib ketganki, vaqtlar o'tishi bilan unga bog'liq bo'lgan dilrabo kuy-qo'shiqlar, afsona rivoyatlar, udum va odatlar paydo bo'lgan. Shuning uchun ham Navro'z faqatgina yilboshi bayrami emas, balki zukko ajdodlarimizning beqiyos tafakkur durdonalarini qamrab olgan ma'naviy qadriyat hamdir. Qadim ajdodlarimizning vaqt hisobini yurgizish bilan bog'liq amallari, samoviy yoritgichlar harakati va tabiat hodisalarini muttasil kuzatishga asoslangan hayotiy tajribalari, dehqonchilik va chorvachilik madaniyatining sarzamini vazifasini o'tagan e'tiqodiy qarashlar Navro'z bayramining yuzaga kelishiga asos bo'lgan. Bolalar, diqqatimizni 243-mashqqa qaratamiz. Matnni ovoz chiqarib o'qing. Keling, avval boychechak haqidagi video lavhamizni tomosha qilamiz, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, tog'larimga sochilgan boy chechagim. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, tog'larimga sochilgan boy chechagim. Bu chiroyni aytgulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyini solding. Bu chiroyni aytgulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyini solding. Boy chechagim qora qosh, boy chechagim, yulduzlarday sochilgan boy chechagim. Boy chechagim qora qosh, boy chechagim, yulduzlarday sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Sochlaringni taraydi shamol suyib, tovoningni o'padi qorlar erib. Sochlaringni taraydi shamol suyib, tovoningni o'padi qorlar erib. Oftob hayron boqqanda oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Oftob hayron boqqanda oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Boy chechagim qora qosh, boy chechagim, yulduzlarday sochilgan boy chechagim. Boy chechagim qora qosh, boy chechagim, yulduzlarday sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Jamolingga termilib to'ysam yorim, g'arib boshim ko'ksingga to'ysam yorim. Jamolingga termilib to'ysam yorim, g'arib boshim ko'ksingga to'ysam yorim. Kulib menga bog'ingdan sen qaraysan, qo'shig'imla erkalab suysam yorim.
kulib menga bog'ingdan sen qaraysan, qo'shig'imla erkalab suysam yorim. Ushbu qo'shiq sizga tanishmi? Qo'shiq nima haqida? Sizning o'lkangizda ham boychechak o'sadimi? Boychechak sayliga chiqqanmisiz? Ona tabiatning bunday mo'jizalaridan hayratlanganmisiz? Boychechak haqida qanday ma'lumotlar bilasiz? Ana endi esa mashqimizga qaytamiz. Siz mana quyidagi jadval asosida matn tarkibidagi otlashgan sifatlarni topib ko'chirasiz. So'roq qo'ying, gapdagi vazifasini aniqlang. Keyingi topshirig'imiz 244-mashq. Xalqimiz uzoq qishdan chiqib birinchi boychechakni ko'rganlarida ko'zlariga surtib, omonlik, omonlik, hech ko'rmaylik yomonlik, yanagi yil shu kunlarga eson omon yetaylik, og'irligim yerga, yengilligim o'zimga deb tilaklar aytishgan. Siz 244-mashqni og'zaki bajarasiz. Bunda siz xalqimizning yana bir udumlari bilan tanishib chiqasiz. Matndan 5 ta kalit so'zni topib, shular ishtirokida ochiq savollar tuzishga harakat qiling. Keyingi topshirig'imizni bajarishdan avval son so'z turkumi haqida suhbatlashamiz. Qancha, necha, nechanchi so'roqlariga javob bo'lib, sonning umumiy nomini, narsa buyumning son-sanog'ini, tartibini bildirgan so'zlar son deyiladi. Sonlar ikkiga bo'linadi. Sanoq sonlar, tartib sonlar. Sanoq sonlar esa o'z ichiga miqdor sonlar, dono sonlar, chama sonlar, jamlovchi sonlar hamda taqsim sonlarni oladi. Umumiy tartib sonni qo'shganda son so'z turkum ma'no jihatdan 6 turga bo'linadi. Tartib sonlar narsa buyumning sanoqdagi tartibini bildirib, nechanchi so'rog'iga javob bo'ladi. Siz keyingi 245-mashqni bajarganda sonning ushbu turiga e'tiboringizni qaratasiz. Mashqni bajarishdan avval o'zbek xalqining udumlari haqida video lavhani tomosha qilamiz. Matnni diqqat bilan o'qing. Ushbu matn mazmunini bir jumla orqali yoritib yozing. Sizning yashash joyingizda ham shunday udumlar bormi? Nima uchun xalqimizda shunday udumlar paydo bo'lgan deb o'ylaysiz? Matndan nechanchi so'rog'iga javob beradigan so'zlarni toping.
Sizga uyga vazifa 247-mashq. Matn bilan tanishing. Har bir xat boshining asosiy fikrini yoritib beruvchi gapni topib ko'chiring. Qozon to'ldi udumi haqida o'z fikringizni bildiring. E'tiboringiz uchun rahmat.